Handaq g'azotida musulmonlarning ustiga 10 ming mushrik keldi. Musulmonlar Madinaning shimol tomoniga xandaq qazib o'zlarini himoyalashlikka majbur, chunki 3000 ta odam kavlagan edi, 3000 ta odam. Lekin Banu Qurayzaning qilgan xiyonati sababli 2700 ta odam uyimizni himoya qilamiz deb qaytib olgan edi. Xandaqning oldida bor yo'q 300 ta odam qolgan edi. Mana shunday bir xatarli holatda Banu Qurayza musulmonlarning orqa tomonini, Madinaning orqa tomonini himoya qilishlikni va'dasini bergan yahudlar yana ahdidan qaytishdi. Payg'ambarimiz ular ahdida turibdimi yoki buzdimi bilishlik uchun Sa'd ibn Uboda va Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhularni yubordi. Ular borganida bu ikki sahobani so'kib haqorat qilib jo'natishdi. Ya'ni bu bilan ahdni buzganligini e'lon qilishdi. Fe'lan Madinada Payg'ambarimiz ana shu Xandaqda oldida turgan musulmonlarni, ayollari, farzandlarini bir qal'aga bekitib qo'ygan edi. Ularni asir qilib olib ketishlik uchun yahudiylar josuslarni yuborishdi. Borib bilib kelishligi kerak, agar imkon bo'lsa kelishligi kerak edi ular hujum qilib. Sofiya bint Abdul Muttolibning qilgan ishi tufayli ularning bu rejalari amalga oshmay qoldi. Ahzoblar ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani oldiga qo'shin bilan bordi. Va bular qatl qilindi, birodarlar. Endi aytinglar, islom mamlakatini, islom va musulmonlarni tag tomiri bilan yo'q bo'lib ketishiga xatari turgan paytda payg'ambarga bergan va'dasiga xilof qilib, xiyonat qilib, ahdini buzganligi uchun Banu Qurayzaga berilgan jazo adolatsiz bo'ldimi? Al-jazao min jinsil amal deyiladi. Beriladigan jazo amalning jinsidan bo'ladigan bo'lsa, shu so'z to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Banu Qurayzaga berilgan jazo ham adolatdan va to'g'ri bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.